Qani ko'rsatinglar-chi? Yo, pasport kerak emas, kartama holat kerak menga. Yo, karta tekshirtiramiz. Tekshirtiring-da, siz aytyapsiz, chotki hammasi debsiz-da. Menga bunaqa deb. Birinchi kartama holatini ko'rsating menga, keyin men ko'ray, keyin o'shanga qarab javob aytamiz-da. Siz hozir shunday kelib mana o'sha narxini so'rasangiz, bolalarimiz narxini oldindan to'layotgan pulni aytaveradi. Lekin kartama holatingiz a'lo holatda bo'lsa, ana pul bermasdan olib chiqib keting. Qarang, endi bu yerda bizni mashina, mana qarang. Bu mashina bizniki emas. Mana qarang. Bu mashina bizniki emas. Bu mashina bizniki emas. Bu sizga o'xshagan klient 5,5 mingga sotishga tashib ketganda bizga. Bu qimmat, to'g'ri. Shuning uchun ham biz buni pul tikib olib qo'ymaganmiz. Mana shu bugun 12:00 da 2,5 mingga qo'ydim men. Faqat bunaqa emas, holati iskiroq edi. Lekin 2014. Men sizga o'xshagan mana hozir ham bular mashina olib kelganlar. Qayerdan olib keldi? Buxorodan olib kelganlar. Mana ko'zingizda olibda mashinani olamiz. Agar bizda 3 xil yo'nalish bor. Sotib berishda 3 xil yo'nalish. Naqdga sotib olaman, arzonroq bersalar. Bozor narxidan sal yengilroqqa sotib berishga tashib ketadilar. Agar ikkovi ham kelisha olmasak, narxini o'zlari aytadilar, mashinadan tashib ketadilar. Lekin bu mashinani men Instagramga chiqarmayman. Sizga kelgan klientlarga narxini aytib turaman. Sotilsa pulini olib ketadi. Shu 3 xil yo'nalishda mashina olsangiz ham bo'ladi, sotsangiz ham bo'ladi.